Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda pandus aholining kam harakatchan guruhlarini baland ostonaga ega bino inshootlarga ko'tarilishlari yoxud katta hajmli buyumlarni aravachalar yordamida olib chiqish imkonini beruvchi qurilma vazifasini bajaradi. Ammo pandus belgilangan talablarga javob bermasa, u qulaylik yaratish o'rniga aksincha qiyinchilik tug'dirishi hech gap emas. Xo'sh, shaharsozlik norma qoidalariga asosan pandus qanday bo'lishi kerak? Pandus bu bino inshootlarining tashqi va ichki qismida joylashgan vertikal harakatlanish imkonini beruvchi qurilmadir. Amaldagi 2.07.02.24 shaharsozlik norma qoidalariga asosan aravachada harakatlanuvchi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pandusning kengligi 1 metrdan kam bo'lmasligi, qiyaligi 1:12,5 nisbatda, ko'ndalang qiyaligi esa 1:50 nisbatda bo'lishi. Pandus cheti 15-20 sm balandlikdagi bortlarga va 70-90 cm balandlikda maktab yoshidagi bolalar uchun esa 50 cm dagi tutqichlarga ega bo'lishi. Ularning uzunligi pandus uzunligiga nisbatan 30 cm dan uzunroq, aylana diametri esa 4-5 cm ni tashkil qilishi lozim. Jumladan har bir pandusning ko'tarilish balandligi 80 cm dan oshmasligi, oshgan taqdirda aravachaning qiyinchiliksiz burilishiga imkon beradigan uzunligi kamida 1,5 metr bo'lgan gorizontal maydoncha bo'lishi lozim. Yana bir qiziq jihati, pandus va uning to'siqlari yonmaydigan guruhga kiruvchi materiallardan qurilgan bo'lishi kerak. Yuk transport obyektlari, avtovokzal, temir yo'l vokzallarining passajir platformasiga olib chiquvchi tunnellarda joylashgan panduslarning kengligi 1,5 metr. Tutqichlar balandligi esa 70-90 cm ni tashkil qilishi, yuzasi esa sirpanmaydigan materiallardan bo'lishi lozim. Pandusga chiqish va tushishdan oldin 60 cm masofada kontrast rangga ega bo'lgan taktil qoplamalar o'rnatilishi kerak. Oddiy pandus barpo etishning imkoni bo'lmaganda, ventilli panduslar bunyod etishga ruxsat etiladi. Ventilli panduslardagi gorizontal maydonchaning ichki radiusi 2 metrdan kam bo'lmasligi lozim. Shu bilan birga lift va pandus o'rnatish imkoni bo'lmagan taqdirda maxsus ko'taruvchi moslamalar o'rnatilishi mumkin. Xo'sh, sizning binoingizda joylashgan pandus belgilangan talablarga qay darajada javob beradi?